Puli arzonidan, lekin yaxshi holatdagi Lacetti qidirib yurgan tanishlarga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Mashina egadan, mashina Gagarinniki, o'zimizda Mirzacho'l tumaniki. Mashina yil ishlab chiqarilgan yili 2012-yil 3-paysa avtomat korobka. Yaqinroq turib oling. Mashina yurgan masofasi qanchaga? 380 ming. 380 ming? Aha. Kraska holatlari? Kraska shu nimalarda bor? Kalenkalarda bor, orqa kapotda bor. Orqa kapotda bor. Yili 12. Mashinamiz tashqi ko'rinishdan tanishtiradigan bo'lsak, tashqi ko'rinishlari yaxshi holatda. Bu temir diskada qalpoqlar qo'yilgan, balon holatlari o'rta holatda, ozgina xizmat qilib beradi. Mashinamiz salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon holatlari quyidagicha 3-paysa avtomat korobka, ya'ni lukli varianti 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz egadan aka bizni kuzatuvchilar savol beradi-da. Kommentariyada yozadi, gen yoki variant ozgina yetmay qolgan bo'lsa, masalan 2-3 oyda shunaqa variantlar bormi sizning mashinangizda? Naqdga beramiz, kelishtirib. Naqdga kelishtirib berasiz. Oxir bahosi necha pul? 6 ming. 6 ming, 6 mingga berib yuboramiz. Bagajni ochib o'rasizmi? Hurmatli kuzatuvchilar, bagaj qismini tanishtiradigan bo'lsak, bagajimiz 100 talik temir balon jihozlangan. Bunaqa nakitkalar to'shab qo'yilgan. Quyidagicha qiziqqani aloqaga chiqaverasizlar. Gen beriladimi aka, gen? Gen beramiz. Gen beramiz. Telefon raqam 93lik. 93lik 466 466 0044. 0044. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.